Atmosfera bugun Samobning Chorvada premyera. Assalomu alaykum obunachilar, tinchmisizlarmi? Bugun sizlarga bo'z qo'ylarni so'rdanizlar, udarlarni ko'rsatamiz. Bu komney ko'rmay qoldayotgandirsizlar. Mana bugun sizlarga shuning uchun birin-ketin 3 partiya, 4 partiya bo'z qo'ylardan, ona bola qo'ylardan ko'rsatib o'tamiz. Bu qo'ylarimiz hammasi birinchi, ikkinchi, uzoq 3-chi tug'ishgacha bo'z qo'ylar. Qo'ylarimiz narxiga kelgan bo'lsak, narxni aytib o'tishni oldin bitta tugmachasi bilan laykchani bosib qo'ying. Qo'ylarimiz hammasi bo'g'oz, garantini qochganda yoki bo'g'ozda, kechki bo'g'oz degan gaplar yo'q. Garantini yenlarini yarim qilgan, to'ldirgan, bir haftadan bir oygacha bo'lgan muddatda tug'adigan qo'ylarimiz. Hozirgi kunda bozorlardan ham pulingizga ham topishingiz qiyin, topasiz qiyin. Uj bo'g'oz sezon tugayapti. Qisqa qilib bilan narxiga kelgan bo'lsak, narxi mana shu partiya boshlanadi. Ichidan 4 million 500 dan 5 million 5,5, 6, 6,5, 7,5 milliongacha. 7,5 million sog'lig'imizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Yana negativ akalarimizga komment qaytib turisham ochiqga. Biz negativ hech kim yozmaydi. Shuning uchun ishlar kattalari ham bor. Narxi shundan boshlanadi. Yana Samarqand bo'ylab dastavkasi ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, past nomer qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.